Uchinchi qonun bu o'simlikni boshqarish nuqtai nazaridan boshqarish qonuni. Paxtada ko'chatni bo'yi 95 santimetr bo'lishi kerak. U 1 metr bo'lsa ham xato, 1,5 metr bo'lsa ham oldin xato. Nima qilish kerak 95 santimetrda? Bu 12 shox degan. 11-12 shoxda paxtani ushlab turish kerak doim. 95 santimetrlik paxta bo'lishi kerak. Biz hech qachon buni qilmaganmiz oldin. Dalalarimizda bu 95 santimetrlik emas, 1 metrlik paxta bo'ladi, 1,5 metrlik paxta bo'lardi. Shu 95 santimetrdagi ikkinchi algi talabimiz 8 ta 10 ta ko'sak bo'lishi kerak. Shundan ko'p emas. 15 ta ko'sak kerak emas deb bu qonunga yozdik. Bu 95 santimetrlik paxta. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta o'sish gormonlaridan, o'sishni boshqaruvchi gormonlardan foydalanish kerak. Bu Sajens preparatlari, o'sishni doim cheklab turuvchi kimyoviy moddalar bor. Sajens preparatlari hamma fermerlarimizga yetib kelgan yoki Pix preparatlari, gormon o'sish gormonlari, o'sishni boshqaradigan gormonal preparatlar. Bulardan foydalanish kerak. Bu preparatlarning yaxshiligi bu yordam beradi. Yomonligi agar noto'g'ri ishlatsangiz, bu paxtani kechiktirib yuboradi. 240 ming ko'chat bo'lganligi uchun 8-10 marta sepishni tavsiya qildik. 300 grammgacha sepishi oxirgi chegarasi. 300 grammgacha sepishni tavsiya qildik. Shu Sajens yoki Pix preparatlarini paxtani yoshligidan berish kerak bo'ladi. Hali endi chimbarglar chiqib, 6-7 chimbargga yetib borganda shu Sajens preparatlariga moslashtirish kerak bo'ladi. Hali o'smagan paxta. Lekin uni moslashtirish kerak bo'ladi. O'sha paytida 0,5 gram, 1 gram Sajens berish kerak bo'ladi. Biz buni fermerlarimizga tushuntirdikki, nima uchun? Hali effekti yo'q buni. Lekin paxta shunga moslashib oladi. 0,5 gram, 1 gram, 2-3 gram, 5 gram vaqtini o'tkazib, albatta namligiga qarab, yer nam bo'lishi kerak va bu keyin 30 gram, ana undan keyin 50 gram, 90 gram, 100 gram, 120, 150 dalaga qarab. Agar yana o'sish davom etsa, dalalarimiz har xil. Qaysidir dalada 90 gramni o'zi yetarli bo'ladi. Chunki unumdorligi past. Lekin eng katta siri shunaqaki, yoshligidan buni o'rgatib olish kerak. Shunda hech qachon paxta to'xtab qolmaydi. Bergan saringiz kattaroq doza berganingizda ham paxta darrov stressga tushib to'xtab qolmaydi. Bizning eng katta xatoyimiz ham shu edi. Fermerlarimizga aytamizki, baribir mexanik chekanka olish kerak. Paxta o'saveradi, chunki o'g'itlagan saringiz bu paxta o'sib beradi. 90 santimetrlik paxta qilishi eng katta maqsadi paxtani 240 ming ko'chat alohida tub energiyasini saqlab qolish. 95 santimetr siri shundaki, paxta shoxlamasa kuchini yig'ib olib qoladi. Va bu ertaga paxtani ko'sakni katta lop-lop qilib ochib berishga sharoit yaratib beradi. Endi 95 santimetr ikkinchi siri 8 ta 10 ta ko'sak bo'ladi xolos. 8 ta 10 ta ko'sak bizga yetarli bo'ladi. Nimaga? Sababi bu yaxshi ochilib bergandan keyin agar aytaylik 200 ming ko'chat bo'lsa, 10 ta ko'sak bo'lsa, 2 million ta ko'sak, agar 3 gramdan hosil bersa 60 sentimetrlik baza bor. Ochilsa. Lekin bu lop-lop ochib berishimiz uchun. Shuning uchun 95 santimetrlik, keyin buni yaxshiligi 95 santimetrlik paxtani mashinada terish ham juda ham oson. Agar o't chiqib ketsa, demak bu boshqarish juda ham qiyin bo'ladi 95 santimetrlik qilish. Endi xorijiy nav ekkanlarimiz albatta o'tdan qutulish uchun glifosat gerbisidiga chidamli. Fermerlarga bu qonunni tushuntirdik, lekin hali ko'p odam tushunmadi. Birdaniga 4,5 litr glifosatni gektariga sepilyapti. Paxta o'zi chidamli emas glifosatga. Bizning mahalliy navlarimiz glifosatga umuman chidamli emas. Shuning uchun biz ularga o'rgatdikki, paxtani chidamliligini bilish uchun bu o'sha bo'yi bilan bog'liq, paxtani bo'yi bilan. Demak, bir kichkina maydonda oldin sinab ko'rish kerak. Glifosat. Agar ta'sir qilmasa, keyin sepish kerak. Bu bir. Har bir fermer o'zining dalasini boshida 2-3 qator g'o'za qatorlarini ustiga glifosat sepish kerak. Agar paxta chidamli bo'lsa, o'sha paxtada gen qo'yilgani ishlamayotgan bo'lishi ham mumkin. Vaqt davomida o'zgarib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu dunyo tajribasidan kelib chiqib aytyapmizki, o'shani darrowcha ekilganni maydonni yo'qotib qo'ymaslik. Mahalliy navlarga buni sepib bo'lmasligi. Buni tushuntirdik. Ikkinchidan buni ham mana ko'p xitoylik agrotexnologlar yoki boshqa o'zimizda agrotexnologlar oldin hamma o'tni chiqarib olish kerak, keyin o'ldirish kerak deb, keyin sepsa hamma o't o'ladi. Bu to'g'ri konsepsiyasi, lekin bizda boshqa mamlakatlarga qaraganda o't juda ham ko'p. Agar o'tni siz o'stirib bersangiz, keyin uni o'ldirish
o'tni tozalab olish juda ham qiyin bo'ladi. To'g'ri. Juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni ham xuddi boyagi sajenskga o'xshab oldin 2-3 chimbar chiqqanda o'zi mana 4,5 beradigan bo'lsangiz, yarim gram, yarim litr qo'shib o'g'itlash bilan birga bargiga bersangiz, qo'yilgan gen ishga tusha boshlaydi. Keyin kattaroq dozada bersangiz, paxta qoladi, paxta to'xtab qolmaydi. Chunki u ishlashga o'tib oldi. Agar paxtani to'xtatmasdan turib, o'tni ko'paytirib, 4-5 chimbar chiqarib, katta qilib paxtani keyin bersangiz, yana u bir oyga kechiktirib yuboradi paxtani. Ko'p joylarda mahalliy navlarga buni sepib, sal bundan zarar ko'rgan fermerlarimiz ham borki, bu tushuntirdikki, glifosat faqat xorijiy navlarga, gen qo'yilgan navlargagina sepsa bo'ladi. Keyingi masala shu glifosatni gullagan paytida, mana paxta hozir katta bo'lib ketdi, gullagan paytida sepib bo'lmaydi. Gulli ochilib turgan gulli paxtaga sepsangiz, gulli ichidagi zahar u changlarini o'ldirib qo'yib, changlanmasa ko'sak tashlab yuboradi. Shuning uchun gullagan paxta ichi o't bosib ketgan bo'lsa nima qilish kerak? Albatta uni kechqurun soat 4-5 dan keyin glifosat sepish kerak. Nimaga? 4-5 da gul. O'zi paxta ertalab soat 7 dan 10 gacha gullaydi. Chaman sariq gul bo'ladi. 11, 12, 1 ga yaqin u qizil gulga aylanadi. Ya'ni yopiladi. Changlanib bo'lgandan keyin qizaradi. 4-5 larda bu gulli qizarib, hattoki butoni ham tushadi, ko'sakka aylanib qoladi. Kichkina ko'sak bo'ladi. Tugmadagina ko'sak bo'ladi. Va soat 5-6 larda narigi ertaga gullaydiganlari bo'rtib chiqadi, sariq. Lekin buni usti bek bo'ladi. Shu paytida agar glifosat bilan sepilsa, bemalol glifosat ishlaydi, ko'sakka ta'sir qilmaydi. Bu aytaylik 8, 9, 10 gacha kechqurun salqin havoda sepilsa, o'tga ta'sir qiladi, o't o'ladi, lekin ertalab paxta ochiladi, ochilganda steril ochiladi, changga ta'sir qilmaydi. Lekin ertalab sepsangiz bunga ta'sir qiladi. Lekin hozir bizda 240 ming ko'chat 76 sxemaga o'tkazdik. Yo u o'zimiz nav bo'lsin, yo xorijiy nav bo'lsin. 76 sxemada ildizlari bir-biriga tegib ketdi. Juda ham katta e'tibor berish kerak. Ya'ni uni ko'p sug'orish shart emas, sababi ildizi tepada. Ayniqsa xorijiy navlarimizda. Ildizi tepada 10 santimetrdan chiqadi. Mahalliy navlarimizda sal chuqurroq, lekin ularni ham ildizi bir-biriga kelib qoldi. Biz yaqinlashtirdik qator orasini. Ularda ildiz bir-biriga kelib qoldi. Endi sug'ar bo'lgandan keyin agar kultivatsiya qilmasak 240 ming ko'chatni ko'pchilik kultivatsiya qilmasak ham bo'ladimi deb so'rang. Kultivatsiya qilmasangiz yorilib ketadi. Yorilib ketsa ildiz yoriladi. Bir-biriga kirib turgan ildiz tuproq qotgandan keyin yorilgandan keyin yoriladi. Yorilgandan keyin shu 95 qonun ishlamay qoladi. Ko'sak tashlab yuboradi. Demak, siz 95 santimetr ichida 8 ta ko'sak qilishingiz kerak edi. Qilolmay qolasiz. Bu bir. Ikkinchisi kultivatsiya. Chuqur kultivatsiya qilsangiz ham hozir o'zingiz kesib qo'yasiz. Demak, yana tashlab yuboradi. Shuning uchun yengil sug'arish, kerak bo'lsa 2 marta sug'arishni aytyapmiz. Agar to'ydira olmasangiz, tez 2 marta sug'arish, undan keyin buni yengil ustini tirnab, haligi tuproqni yorilmaydigan holatga keltirib qo'yish. Lekin 3-4 santimetrda ildiz 10 santimetr atrofida, 7-8, 10 santimetrda. Ildizga zarar yetkazmaslik bu garovi. Shu ikkinchi boshqarish, ko'chatni bo'yini boshqarishi, 10 ta ko'sak qilishi, boshqarishi garovi. Bu mana 3-qonunimiz. Bu juda ham muhim qonun. Ko'chat 95 santimetr bo'lishi kerak, 10 ta ko'sak bo'lishi kerak. 10 ta ko'sak bo'lish uchun sajens sepish kerak.